Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizdan boshlab Qur'oni Karimning ba'zi o'rinlaridagina keladigan maxsus qoidalarni o'rganishni boshlaymiz. Bugun shunday qoidalardan 3 tasini o'rganamiz inshaalloh. Bu qoidalar Qur'oni Karimning Hud surasining 41-oyatida, Fussilat surasining 44 va Hujurot surasining 11-oyatida kelar ekan. Ularning birinchisi Hud surasining 41-oyatida keladigan qoida. Xo'sh, bu qanday qoida? Bu qoidani biz imola deb ataymiz. Imola degani lug'atda egish, bukish, qiyshaytirish degan ma'noni anglatadi. Istilohda esa fathani kasraga, alifni yaga o'xshatibroq talaffuz qilish imola deyiladi. Bunda biz alifni a bilan emas, balki uni yaga, ya'ni i undisiga moyilroq qilib aytar ekanmiz. Imolaning ikkita turi bor: katta imola va kichik imola. Katta imolani tushunishda alifni mahrajidan foydalanamiz. Alifning mahrajida til pastlaydi va jag biroz ochiladi. Madli yaning mahrajida esa tilning o'rtasi yuqoriga ko'tariladi. Katta imolaning mahrajida esa tilning o'rtasi ya bilan alif mahrajlarining eng o'rtasida joylashgan bo'ladi. Bunda uning talaffuzi ham a bilan i ning teng o'rtasidagi degan talaffuzga ega. Katta imola Qur'oni Karimning faqat bir o'rnida, Hud surasining 41-oyatidagina keladi. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Imolaning belgisi bu ro undoshining ostiga yoziladigan doirasimon shakl yoki rombsimon shakldir. Bu katta imola edi. Endi imolaning ikkinchi turi bo'lgan kichik imolaga o'tamiz. Kichik imolaning mahraji alifning mahrajiga yaqinroq hisoblanadi. Bu degani uning talaffuzi ham i dan ko'ra a ga yaqinroqdir. Imola turlarini yanada yaxshiroq anglashga harakat qilamiz. Tasavvur qilaylik, tovushni o'lchaydigan bir chizg'ich bor. Bu chizg'ichning ikki uchiga alif hamda madli yalarni joylashtiramiz. Shartli ravishda alifni qora rang bilan, madli yani esa oq rang bilan bo'yaymiz. Imolaning ma'nosi bu og'ish degani. Aytaylik, katta imola alifdan shunday darajada og'adiki, u alif hamda yalarning teng o'rtasiga boradi. Buni biz imola kubro yoki katta imola deymiz va yaga yaqinlashgan sari uning rangi ham ocharib boradi. Kichik imola esa alifdan shunday darajada og'adiki, u yaga qaraganda alifga yaqinroq va rangi ham to'qroq hisoblanadi. Bundan xulosa qilamizki, katta imola alif hamda yaning o'rtasida, talaffuzi ham ikkalasining o'rtasida talaffuz qilinsa, kichik imolaning talaffuzi a ga yaqinroq bo'lar ekan. Kichik imolaga misol: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Balki siz bunday qiroatni eshitmagandirsiz, chunki Shams surasi odatda bizda bunaqa o'qilmaydi.
kichik imola qilmasdan oddiy a bilan o'qiladi. Suraning belgilangan o'rinlaridagi kichik imolalar Varsh qiroatiga xos hisoblanib, biz o'qiydigan bizning yurtlarda eng keng tarqalgan Hafs qiroatida bu o'rinlarda kichik imola qilinmaydi. O'zi umuman Hafs qiroatida kichik imola yo'q, faqatgina katta imola bor xolos. Endi ikkinchi qoidamizga o'tamiz. Fussilat surasining 44-oyatida qanday qoida bor? Bu yerda ikkita harakatli hamza va undan so'ng sukunli ayn kelmoqda. A. Bunday talaffuz tilga biroz og'irlik qilgani uchun ikkinchi hamzani, ikkinchi fathali hamzani biz tashil qilib o'qiymiz. Tashilning ma'nosi yengillashtirish. Xo'sh, ikkinchi hamza qanday yengillashtiriladi? Uni hamza hamda alif orasida o'qish, bu uni tashil qilish hisoblanadi. Oyatga o'tamiz. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. Qaytaramiz. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. Biz uni yoki deb aytib yubormasdan, balki deb aytib ikkinchi hamzani yengillashtirib ketishimiz kerak bo'ladi. Buning belgisi alifning ustiga yoziladigan doira shakl ekan. Endi esa 3-qoidamizga o'tamiz. Hujurot surasining 11-oyatiga tegishli bo'lgan qoida. Alismu degan so'z aslida al va ismu so'zlarining birlashmasidan hosil bo'lyapti. Agar alga ismuni qo'shadigan bo'lsak, ikki sukunli harf o'zaro yo'liqib qoladi. Al sukunli lam bilan tugayapti, ismu sukunli sin bilan boshlanyapti. Shunday o'rinlarda biz birinchi sukunli harfga harakat beramiz. Bu o'rinda lam undoshiga kasra beramiz. O'shaning uchun alismu deb o'qiladi. Bi'salismul fusuq singari. Agar talaffuzni ushbu o'rindan boshlasak, vasl hamzasini qaysi harakat bilan o'qiymiz? Vasl hamzasini topish qoidalari bor edi. 3-harfga qarardik. Lekin bu yerda 3-harfimiz ham vasl hamzasi turibdi. Aynan Hujurot surasining 11-oyatida ushbu o'rinni ibtidoda, ya'ni boshlab o'qiydigan bo'lsak, fatha bilan o'qib ketamiz. Alismul fusuq singari. Bugun sizlar bilan 3 ta qoidani o'rgandik. Birinchisi Hud surasining 41-oyatiga tegishli bo'lgan imola, bu katta imola hisoblanib, bizning qiroatimizda, ya'ni Imom Hafs qiroatida faqat shu o'rindagina imola qilinadi. Ikkinchi qoidamiz Fussilat surasining 44-o'rniga xos bo'lgan tashilul hamza, ikkinchi hamza yengillashtirilib o'qilmoqda va 3-qoidamiz Hujurot surasining 11-oyatidagi itqo as-sakinayn, ikki yo'l o'quvchi sukunli harflarning birinchisiga kasra berilgan holatda o'qib ketilmoqda. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.